Shahzodjon ukajonim, hozir mana sapernigingizni ko'rdim. Kulashkalarda jang qilib yurgan bo'lar ekan. Normalniy sapernik ekan. Xudo xolasa necha raund jang bo'ladi? Aka, unisini Alloh biladi. O'zimga o'xshagan qo'l oyoq jarajni boy qilaman deyapti. Men shunaqa bolalarni yaxshi ko'raman-da. O'zi boshidan bilindiki, endi inshaalloh ringga kirib yutgandan keyin agar siz aytasiz, xalq maza qilsin deysiz-ki, meni ham yutug'im bilan Xudo xola yutuq qilay. Mushuklar duo qilsin onasi. Men yutuqlay, xalqqa maza qilsin meni ham. Siz nima mushuklar o'jat qilasiz-ki, men yutgandan keyin? Xudo xolasa yutganingizda shuni yoningizda turaman. Abdushi shunaqa chiroyli sovg'a tarqatamiz, shunaqa sovg'a bo'ladi, chiroyli sovg'a bo'ladi. Uni Xudo xolasa yutganingizda boyda e'lon qilamiz, Xudo xolasa. Mushuklar nima deb o'ylaysizlar? Bu odamni bilasizlar. Muncha ana qilmaydi. Odamlar xursand bo'lsin deb, inshaalloh. Lekin aka, kichkina bo'lmasin. Xalq maza qilsin. Meni yutug'im bilan xalq maza qilsin, aka. Siz bilan bizni qiladigan ishimiz kichkina bo'lmaydi. Har doim katta bo'lib kelgan, katta sovg'a bilan kirib boraman, Xudo xolasa oktagonda. Bizni kutib qoling aziz yurtdoshlar. Ota, ona, opa, singili sherni gol duo qilsa inshaalloh. G'alaba bilan O'zbekistonga kelib hech kim yutib ketishi haqqi yo'q. O'zbekistonga kelib harakat qilamiz inshaalloh.